Hello do'stlar, sizlar bilan men Drakerga nega bunaqa nik qo'yganimni so'ramaylar, chunki o'zim ham bilmayman. Yonimda hozir meni Radno ukam, Salom qo'y. Salom de. Salom dilovini. Bo'pti. Har ovozlar chiqsa men Zedonining Car for Sale simulyator o'yinini ko'rib o'tiribman. Obuna bo'lib qo'yinglar, shunaqangi zo'r videolar oladi, tanimaydiganlar. Juda ham zo'r. Timer ketdi. Bu o'yin to'g'ri detski o'yinga o'xshaydi. Oson, detskimisiz deyishlar mumkin. Yo'q, albatta detski emasman, lekin bu o'yinning ham o'ziga xos qiyinchiliklari bor. Oson o'yin emas. Endi oson o'yin ekan deb o'ynamaslik kerak emas-ku. Hamma o'ziga yarasha fikrga ega. Bibi. Xo'sh. Taşıyalımdan. Bo'ldim. Bibi. Papuçatım var şu. Anladım. Men shunday videomi olaman keyin ikkalamiz o'ynaymiz, xo'pmi? Yok. Uğraştık. 5 daqiqalik tanaffus. Tanaffus tugadi va biz o'yinga qaytdik. Endi esa bu yo'q. Endi aydi drift shashka o'ynak. Shashka. Kiramiz. To'g'rimizdi. Daş gelik, daş. Ay, urib qo'ydim. Shil oldim. Abilakin. Yuk mashina ham haydab ko'raylik-chi. Bu yuk mashina o'zi beriladi. O'ynamoqchi bo'lganlar uchun. Buni sotib olinglar. O'tib ketdik. Babalarımız. Voy. Peki. Iloji boricha qoidalarga amal qilish kerak. Tasavvur qiling, bu Toshkent ko'chalari. Yuk mashina men uchun emasmi? To'g'rimisiz o'yinimiz. To'g'rimisiz qayergacha boraman, hozir ko'ramiz. Akobir. Mana mashinaga o'tirdim. O'smayapti. Akobir jimmisanmi? Ukandasdan bo'lib qoldi. Akobir bunga tegma, iltimos. Xo'pmi? Tamam. O'zi to'yapti. Menga xalaqit beryapti-da, xo'pmi? Menga xalaqit beryapti, Akobir jimga. Dirillatma o'sha narsani. Dirillatma. O'zi to'yapti. O'zi to'ydi. Qo'limga teginma, nega qo'limga teginaverasan? To'yga chiqaman. Akash. Unaqa dema. Akash. Mana. Opa. Yok, Obama. Obama. Yana qiyin vaziyatdan chiqib ketdik. Yaqa bo'lsa kerak, desam Chaqib ketmadim. shahar yo'llarida to'rmisiz hech qachon harakatlanmang. Yo'l qoidasi umr foydasi deb bekorga aytishmaydi. Iloji boricha rulga o'tirmang. 18 yoshga kirmagan bo'lsangiz.
ayniqsa mahalla yo'llarida. Akobir, jim. Men o'ynayapman. Bo'pti. Voy, o'rtasi to'ydim. Xudo xolisa. Zadniy ko'rishdan chiqib. Akobir, jim. Keyin men bilasizlar Samsungda ijod qilaman. Bilmaganlar bilib qo'ysin. U videoni o'chirib tashlaman, yangi kelganlar bilmaydi. Keyin men ikkinchi telefonim bor. Redmi, o'sha Redmi'da PUBG bor. Iloji boricha Redmi'dagi o'yinni Redmi'da o'ynab, bu telefondan YouTube'ga qo'shishga harakat qilaman. Chunki undagi akkauntim, bundagi akkaunt farqi bor. Keyin men akkauntim paroli esimda yo'q. Unga o'tkazolmaganman. Shuning uchun iloji boricha harakat qilaman sizlar uchun. PUBG haqida video qo'yish uchun ham. O'zi PUBG haqida videom bor edi, ukam bilan olgan. Qarindoshim bilan. Faqat u video qandaydir sabablarga ko'ra YouTube uni bloklab qo'ygan. Lekin akkauntim past, keyin botda yurmanglar. 24 urindaman. Nega normal narsalar bor, shunga yarasha. Keyin bot demaslardan oldin aytib qo'yay. To'g'risidaman. PUBG'ni 3 yildan beri o'ynasam, bu yil boshladim. Bu yili, shu yil 3 yil o'ynamasdim. Shuning uchun 4 barmoqda o'ynay olaman, faqat 3 emas. Ko'proq 2 barmoqda o'ynayman. 2 barmoqda o'ynasam bot deb yurmanglar, oldindan uzr so'rayman. Yolg'iz 4 barmoqda streamlar bilan jonli efir qilib xohlasa jonli efir qilib olishim uchun menda 50 ta obunachi bo'lishi kerak ekan. O'zi bugun stream qilmoqchiman. Xohlasa 50 ta emas, 50 million obunachi chiqamiz degan umiddaman. İnşallah. Keyin aytgancha, o'tib ketgan bo'lsam, hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Bu hayitdan bir kun keyin olinayotgan bo'lsa, iloji boricha 31-da qo'yishga harakat qilaman. Chunki 31-da qo'yishga harakat qilsak, montajimizni tezlashtiramizda, montajni tezlashtirishga harakat. Hozir shuni o'yladim, aytgancha bugun bir uzun video qilaman degan umiddaman. Videomiz 8-daqiqasi, bilmadim, ba'zi joylarni kesishi mumkin. Shuni aytib qo'yay. Ro'za Ramazon oyi ham tugadi. Qarz borlar, ro'za tutayapti. Tiko'msan, tiko ekan o'zi ham boshdan. Ko'rimizni qaraylik. Bitta mashina olganimizcha hajimiz boshlandi. Shuni o'zbek mashinasi qilib tasavvur qiling-da, Tiko'ga o'xshaydi. Shuna biz Gentra olishga harakat qilyapmiz. Tiko'dan Gentraga sakrashga. Zo'r. Mana oldimizda ketayotgan mashinani olamizmi, qorani. Bilmadim, o'yin mashinalari bir g'alati hayotda yo'q. Agar bir telefonga teginman. Bu telefonga tegmayapti.
Yana adashib ketmanglar. Nariga, yetmiga. Samsungda ijod qilishimdan maqsad Samsung juda yaxshi telefonda. Alhamdulillah oldik. Xudo xolasa endi harakat mana shuni bugungi o'yinda olamizmi deyman-da. Inshaalloh mana shu mashinagacha kelamiz. Yo bular olib kerak. Boy deganlarni olsa bo'ladi. Da bu qancha turar ekan bu mashina? 2000. Bizda 1000. Tikon ruli bu safar. Vay, drift zo'r kirdik. Zidonnikim sizlar meni ko'rmasa ham kerak, shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Shuncha yurib turib qazish bilmadim endi. Shuni parkovka qilamiz. O'zi qanaqasiga kirganimni eslamayapman. Hozir shuni oxirigacha boramizda. Keyin videoni tugatamiz. Chunki 12 minutlik video buni montaj qilishim kerak. Soat hozir necha bo'lganini ko'ramiz. Ay urdim baribir. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar. Xudo xolasa bugun tur 50 ta video tugagan bo'lsa, video bugun kechki 10 gacha qo'yiladi. To'xtang. Bu mashinalarni olish uchun hozir ko'rib qoling. Bu mashinalarni olish uchun buni oltin tangani yig'ish kerak. Hozir bizda kumush faqat. Oltin tangani qayerdan olamiz bilmadim. Yo. No, 100 gold turar ekan oxiri. Inshaalloh zo'r bo'lishga harakat qilamiz. Faqat hamma obuna bo'lsa, har bitta obuna bo'lgan insonga alohida rahmat. Hammaga xayr do'stlar. O'yinning nomini yana bir marta aytaman. TR Driving. Buni video nomiga ham qo'yaman. Yaxshilab o'qib keyin kiringlar.